ekkan yillardan daromadga olib kiradigan shaftolimiz anjir shaftolining listisi bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa 1 yoshlik. Xudo xolasa avgust oyida payvand qilingan, o'tgan yili bu yil iyun oyida pishib yetildi, 2-iyun sanasida. Anjir shaftoli listisi hisoblanadi. Bu o'zi 2 yoshlik daraxt, maytdan boshqa navdagi shaftoli bo'lgan sababli kesib anjir shaftoli listisiga ulaganmiz. 1 yoshlik hisoblanadi tepasi, tagi bilan 2 yoshlik hisoblanadi do'stlar. Tagiligi Padoya JF ga payvand qilingan anjir shaftoli donat sorti bo'ladi xudo xolasa. Bu yerda bitta shox bor, lekin o'sha shoxlarning hammasi meva bilan to'lgan. Gullaganda gulini o'zida chaynatadigan shaftolilarimizdan bo'ladi bu ham. Buni o'tgan yili videosini qo'yganimizda kommentariyaga uchi yoriladi, boshqa bo'ladi, negativ yozgan edi. Mana bu yil ham pishganda qo'yyapmiz mevasini. Bir donasi ham yorilgan yo'q. Video olishimizdan maqsad buni ko'chatlaridan bor. Noyabr-oktyabr oyi ko'chat ekish mavsumi hisoblanadi. Hozirdan zakaz olishni boshlaganmiz. Xuddi shu holatda boqilish xizmati bor bizda mana. Bu katta yoshligi. Anjir shaftoli listisini boqqiganmiz. Ichidan yovvoyi yoki boshqa sortdagi shaftolilar chiqqanini kesib tashlab payvand qilganmiz do'stlar. Payvandi mana xudo xolasa 100% ushab shu holatda bo'ldi. Kimga buni ishonchli ko'chatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta murojaat qilsalaring, ko'chatlardan boqib berish xizmati bor. Dastavka qilib uylangacha jo'natib beramiz ko'chatlarni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mehnatlarga bittadan like, podpiska bosishni unutmanglar.